Assalomu alaykum aziz do'stlar, xohlasa otlarning narx-navosini bilishni boshladik. Andijon Sharxon ot bozoridan bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 24-mart 2026-yil. Xohlasa ko'proq ko'rsatishga endi otlarni iloji boricha hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lsam boshladik. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb bosib chiqadi. Qora ot rasm bor. Ozmoz pulli tashashimiz. Tashamoqchi bo'lsa nimaga reklama berishni yozib tashlaysizlar. Yozmoqchi bo'lsa shunaqa yozadi. Kommentariyaga tashlab qo'yamiz. Kommentariyadan bosib o'tsizlar yoki bosib o'talmasalar, shunaqa qilib lotin yozuvda yoshlaring kerak. Telegramdan axtarishlaring kerak. Shunda chiqadi. Bemalol tashlab qo'yasizlar. Ozmoz pullik. Necha pulga bermaysiz aka? Balandini ayting. 16,5 ga bermagan pulingiz, a? Yosh qanaqa bu toyda? 2 yoshdan o'tdi. Zot endi qora bayirda. Beravermaysizmi shu 16,5 ga bermaganingizga? 16 chamaqa to'toringda ko'ramiz. Ozmoz qoldimi? Bo'yi 1.40 chiqamikin? Atrofida, 1.45 atrofida. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Nomer aytlarmi qiziqqanlarga? Ayting. 91lik 654 70 33 dehqonchilik qiziqqanlarga. Manzil qayda? Quvada, Farg'ona viloyati Quva tumani. Telegram, WhatsApp bormi nomerda? Yo'q, aloqachi. Rahmat. Xo'sh, otlarni ko'rsatishga endi bundan bag'ib ko'proq ko'rsatamiz. Xohlasa, bu kanalimizda ketaveradi. Savdosi bo'ldimi otni? Ot savdosi bo'ldimi? Yo'q. Bo'lgan yo'qmi? Yo'q, unaqa. Bo'lmagan bo'lsa qilmay qo'yamiz. Savdosi bo'ldimi aka? Sizdan emasmi? Sizlarga necha pul bo'ldi? $2100 bo'ldi. Yosh qanaqa ekan aka? Zotichi? Qora bayirga chatishgan. Yoshi 2 yosh qora bayirga chatishgan. $2100 ga savdosi bo'ldi, berilmadi deyapti. Bo'yi baland ekan, chiroyli ekan ham ot keyin. Chiroyli ekan. Bo'yi qancha ekan aka? 150. Bo'yimi? Ha, bo'yi. Bo'yi aka bilmayman. 160 ga borsa kerak. Ashatofda. Nomer aytilmaydimi qiziqqanlarga? 90lik 231 91 44 91. Aloqachi bo'lsizlar. Dehqonchilik tirishlik. Dehqonchilik. Xo'sh, dehqonchilik Telegram, WhatsApplar bormi? Manzil qayda aka? Marg'ilon. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida qiziqqanlarga ma'lumotini yetkazib o'tdik. Bu yerda toylar bor. Toylarni ham qayerda olsa bo'lsa. Aka savdosi bo'ldimi toylarda? Ha. Necha puldan bermadingiz? 32 ga bordi. Qancha bor? 2 o'sa 32. 2 o'sa 32 million. Yoshlari qanaqa ekan? Qirg'izistondan kelgan. Nomer aytlarmi qiziqqanlarga? Nomer aytlarmi qiziqqanlarga? Ayting. 90lik 90lik 535 67 70 doim bo'ladi. Telegram, WhatsApplar bor. Manzil qayda? Marg'ilonda. Katta kichigi? Yo'q. Razmeri bo'ladimi katta kichigi? Toylarni? Bo'ladi. Aloqachi. Shu ikkalasiga 32 million. Ikkalasi Amerika. Bo'ylari endi bularga 1.45 atrofida bo'lsa kerak. $26,200,000 so'm savdosi bo'lgan qora bayirmi endi bu? Tozasidan, xudo xolasa. Yosh qanaqa ekan? Yosh 5 o'tyapti. Endi toydan chiqayotganda. Endi toydan chiqyapti. 4 dan 5 ga o'tyapti. Bo'yi 1.65 chiqamikin? 1.65 ha? 1.65 bo'yi pul aytildi. Chiroyli ekan. Tam rangi ham zo'r ekan, janovorni ko'rsatmasin. Qiziqqanlarga ozmoz qoldimi shu pulga? Qo'shilsa sotiladimi? Nomer ham aytilaverami? Ayting. 90lik 386 25 86. Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Dehqonchilik tirishlik. Dehqonchilik. Manzil qayda? Andijon viloyati Marhamat tumanida Polvontoshda qiziqqanlarga mana ko'rinishlari inshaalloh. To'g'risi
Pullar aytildi, hamma ma'lumot aytildi. Kam ko'rsini telefon so'rasizlar. O'zi qancha baho aytilyapti? Yaqinroq qilib aytish iloji bormi? Sal yaqinroq qilibchi. 35 million. 35 a, ya'ni so'rash olaversin, a? 35 million. Chiroqli. Qani ko'raylik. 30 nechmi savdosi bo'ldi sizdanmi? Sizdan emasmi? Tegasi boshqalardan bo'ldi. Qani ko'rib beraylik. Canavar göstermesi zor. Geçmezsin pulun? Yo'q, 30 million. Kaçın? 30 a? Shunga 30 berishyapti. Yosh qanaqa ekan? Yoshi? Yoshi 5 yosh. 5 yosh. 5 yosh, 30 million so'm savdosi bo'lyapti. Katta polvon ekan, yo'q lekin. Bo'y 1.70 chiqadi. Ha, o'sha tarafda. Mana chiroqli ekan. 17,5 millionga shu toy sotilibdi. 17 million 500 chiroqli toy ekan lekin. Bo'y baland 17,5 ga. Yosh qanaqa ekan? Qorabay. Yoshi 3 yoshmi? Qorabay 3. Bolasi 16 yash pul aytildi. Aloqa chiqadi. Bo'yi 1.55 chiqsa kerak. Bo'yi baland ekan. O'sha yerda baraka bo'ldi. To'ylar qiziq bo'lsa, davlat to'ylardan ko'rsatamiz. To'ylar. Savdolari bo'lyapti to'ylarda? Nech bilan bo'lyapti? 12 kam bor deyapmiz. Dadil bo'lgan yo'qmi savdosi? 100 ming kam 11 ga bermayapman. Shunisining savdosi 100 kam 11 million savdosi bo'lgan. Qolganlar ham shu razmermi, shunaqami endi? Bular bir xildan oqicha kattaroq. Oq qimmatroq, ha? Demak, 11 da atrofida hisoblashaversin ekanda, qolganlar. Bitta balandroq. Balandroqmi? Yoshlarichi bir yosh bo'lmagan a? Yosh qancha bo'ldi aka? 1 yashar. 10 oylik atrofida ekanda. Shunaqa 10 oyda 9 oy 10 oylik atrofida to'ylar Qirg'izistondan kelganmi? Ana emas. Qiziq qalay nomer aytiladimi? Aytavering. 90lik 144 20 56. 8 sinovlari ham bo'ladimi? Shunaqa ham razmeri. Pullar to'qishni boshladi, katta bo'lib ketdi-da. Ha. Ha, demak dehqonchilik bular. Tug'ishda boshlanadi tirishliga. Manzil qayda? Buloqbosh, Andijon viloyat Buloqbosh tumani. Telegram, WhatsApplar bor. Bor, ha? Oq qimmatroq deb. Bo'ldi. Necha pulga sotilibdi? Boshda olim. 9 million 900 ming so'mga sotilibdi shu toy. 9 million 900 ming so'm. $11 million. Zot qanaqa buni? Qirg'izistonda kelgan. 1 yosh bo'lmagan, bo'lganmi? 6 oylik. 6 oylik bo'lgan deydi. Qirg'izistondan kelgan. 11 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'yi buniki ham ojigilarda, mana shu ko'pgina ko'rsatganimizda orgilarda tashlarda qatorida bo'yi bo'lsa kerak. Nomer aytlarmi qiziqqanlarga? Nomer aytasizmi? Shart emasmi? Polvon, nech puldan bermaysiz zotlaringizni? Savdosi bo'ldimi? Baho aytyapsizmi? Bermagan pullaringizni ham bilasizmi? 25 ga 16,5 deyapti. Nargisiga.